Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan yana bugun ustozlar davrasida ustozlarning yonida shunday bir chiroyli shirinliklarni o'zlarimizga, qalalarsa yakinlarimizga baham yuritibmiz. Aytadiki, sadoqatni ustozdan o'rgan, degan ekan bir dunyo ko'rgan. Erta ekib ekkanin o'rgan otam degan buyuk ustozim, sizga cheksiz hurmat va e'zozim. Albatta, jamiyatimizda har bir insonni biz ustoz deb atay olamiz, sababi ustozlarimiz shogirdlarga uy vazifasi, topshiriqlar bergandan keyin albatta ular ham ustozdek mas'uliyati bilan farzandlariga har doim bir jiddiy, mas'uliyatli yondashib, ularda har doim uy vazifalarida yordam beradi. Ustozlar bilan maslahatlashgan holda ana shunday bir farzandni ta'lim olishda o'zini katta hissasini qo'shadi. Demak, bu bayram hammalaki barcha yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklaymiz va bu yerda ustozlarimiz ham bor. Hammaga yana bir bora bayram muborak bo'lsin.